Assalomu alaykum elektrotexnika o'z kanali obunachilari va kuzatuvchilar. Mana bugun navbatdagi ish faoliyatimizni tasvir jarayonlaridamiz. Mana yashil makon doirasida olib boriladigan ishlar bo'yicha transformator o'rnatdik. Hozir nasoslarni ham o'rnatamiz. Mana Muborak cho'lida yashil makon dasturi bo'yicha ko'chatlar ekilgan va bunga tik drenaj qudug'i kovlangan. Shu tik drenaj qudug'iga nasos o'rnatamiz. Mana ko'chatlarimiz tutib qolgan. Ko'chatlarimiz mana tik drenaj qudug'imiz hozirga hozir kuch kabellarini ulab transformatorga nasos tushiramiz. Mana A380 avtomagistralni yoqasida ekilgan ko'chatlarimiz. Mana tik drenaj qudug'imiz uchun mana shitimizni o'rnatdik. Ushbu shitga nasos ulanadi. Ichiga avtomat qo'yganmiz. Mana nasosimizni ham o'rnatdik. Mana nasosimizni bu boshqaruv shiti. Mana nasosimiz tik drenaj qudug'iga tushirilgan. Va mana